men hech qachon porno kino ko'rmaganman. Sekinlashyapti jalab. Yana mashhur bo'lay deysizlar. Mana unisi ham. Aka, yaxshimisiz? Men Labey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchadim. Ana qalaysizga bo'ldimi? Qaysini? Instagramni. Ha. Like bosdingmi? Bosing like. Bir ismda ketmaysizmi like? Bir ikisini berib ketmaysizmi deysizmi? Ha, mayli beramiz like ham pul qila qolish. Bilmadim qachon boyib ketsam. Qachon qo'yasiz? Bo'p qolar mashina ham. Ichki xotirjamlik, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ichki xotirjamlik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi deb eshitganman. Xullas gapim chala qolib ketdi. Nima deyaptimi? Like bosganman, pulini bermaysizmi deydi Jalil Ma'minov bo'lsa. Okalar, iltimos, like uchun pul so'raydigan bo'lsa, like bosmanglar, iltimos. Iltimos bosmanglar. Hech narsa kommentariy yozmang. Bloklab tashlanglar onangizga. Achi basharam qaytib chiqarasin. Blok, iloji bo'lsa bloklab, jalab, jalba yozinglar. Mana shu iflos yoshlarni yomon yo'lga boshlayapti. Bu soqoli kindiga tekkan chol nimaga chiqib so'kinadi deb iloji bo'lsa Instagramga anglizchasini yozib yuboringlar. Haligi IB xodimlariga o'zbekchasini yozib yuboringlar. Mana shu jazolashsin meni shu onangni nimaga tokka baylab qo'yib xipchi bilan urib jag'imni yerib yuborishsin. Majidga keldik. Majidga keldik. Nima qilamiz endi? Bemalol yasholmasa, erkin mamlakatning erkin fuqarosiman deyishga ham qo'rqib qoldi odam. Firuz, ko'rayotgan bo'lsanglar chiqinglar, men keldim. Sardor, ko'rayotgan bo'lsanglar jonli efirim, men keldim. Nima deyotgandik? Odam xayoli joyida emas, mo'shan tegiga tashyapti o'zi. O'tib ketsanglar. Yaxshimisiz? Mayli aka. Miyada anaqada ana ertaga uyg'ongan. Mana hozirgi akada yo'liga chiqib qolgan. Kredit, miyani yarmi kredit. Chislo yaqinlashgan, pena tug'ib olgan. Misol uchun svet limit, gaz limit kamiga kenayimiz. Produktani bugun haligi spiskasini bergan bo'lsalar, uni o'ylash kerakmi? Erkak kishiga ham oson emasdi. Uni o'ylaydi, miya gurlayotibdi. Bu yerda farzandi qanaqadir haliginga boraman degan bo'lsa, bir nima deydi? Ani qanaqadir kursga, o'qishga, uni o'ylaydi erkak bechara. Ha? Erkakning o'ziga nima endi kerak emas. Bitta kasovka bilan bitta ishim 10 yilga yetadi. Uni o'ylaydi. G'iybat qilmaylik deb yozibdi. Gaplashsak maylimi? Chempionlar. Men uyda ish boshlamoqchi edim. O'zimda mablag' yo'qligi uchun hech nima boshlamayapman. Ishga kiray desam, o'g'lim 1-sinfga olib borib kelaman. Uyda yolg'iz qoldira olmayman. Uyda pishirib magazinlarga tarqatmoqchiman. Zo'r ideya mana. Qanday xo'jayin? Qani boshliq? O'sha o'taman desam. Voy gandon. Qani? Bankka ketdim. Hozir o'sha yerga boraman, sizlar borganlarsiz. Voy pidamas, men bu gandonni hamma joy yoqqa turg'izdim-ku. Boradi Sadur, bora. Yo'q, hozir minordagi bolalar minorda kutib o'tiribdi. Ularga aytma, bu yoqqa boraman deb, bu yoqqa hozir bu yoqdagi zalni tayyorlab qo'ydim-ku. Sardor aytdi-ku menga. Kelarlar, men o'g'liman sizlarga. Yo'q, hozir men tushuntirman. Qanaqaga biz zalni tugatayotgan bo'lamiz. Tugab qoldim Timurka deb keladi. Men ko'rdinglarmi? Alo. Boshliq qattasiz? Men yo'lda menga qaytaman. Bu necha minutda kelasiz? Biz boshlayapmiz, razminka qo'yamiz. 23 minutda boraman. 23 minutda?
Bo'ldi, razmikani 23 minut qilib turamiz. Xavotir olmang, siz boshlamaymiz trenirovkani. Ya, yetishadi. Ha, yo 1 soat bo'lsa ham kutamiz. Biz sizni trenirovka qilamiz, chunki biz jamoa bilan siz uchun kelyapmiz. Siz boshlayman deganingiz uchun kelyapmiz. Bo'ldi. Mujik сказал, mujik что? Мужик сделал. Все сделал. Не, пока не сделал, сейчас сделаешь. А мужик пути. Все, mujik в пути, все. В kuti bo'lmasa bo'ldi. Ha, ko'rdinglarmi? Oldin nima derdim? Boshlovchilar ko'p, tugatuvchilar kam. To'g'rimi? Derdim. Mana. Boshlovchilar ko'p, tugatuvchilar kam. Davom etuvchilarning o'zi yo'q. Tak. Agar hayotda ham dalbo'b ko'p ekan, hamma hayotda ko'p odam dalbo'b. Bu dunyoda hamma jinni. Jinnixonaga tushib qolganlar, ular qo'lga tushib qolganlar xolos. Sizni ham o'zingizga yarasha plyus minuslaringiz bor. Hech kimga aytmaydigan sirlaringiz bor. Kechki payt yolg'iz qolganingizda, bekor qilgan mana shu tovuq qiynadi. Ani qo'yim zo'r edi. Qo'shnining qizi Nayzangulam yomon emas edi. Bir amallab to'yga fata ko'ylak tanlaymiz deb olib tiktirib erga berib bordim. Baxtli bo'lib ketdi. Kamil karate. Qanday qiladi ana qani? Nima deysan? Zaпрос tashish kerakda. Kamil, assalomu alaykum, ukam. Mana plus chayizga bosing. Chempion ukam. Zaпрос tashasa. Duolar qilib qo'ying bizlarni. Ulug' joylarda yuribsiz. Mana shu yerda o'tirgan 2655 ta odamga ham duo qilib qo'ying. Bularning ko'pi hozir kreditdan asabiylashib yuribdi. Kreditlarning salomat qutulishib olsin, duo qilib qo'ying. Befarzandlari bor, ularga farzand so'rab qo'ying. Sog'lig'i joyida emaslari bor, ularga sog'lik tilab qo'ying. 4-5 ta yibanlari ham bor, ularni ham insofga chaqirib qo'ying, iloyim. Har xil borda, ishqilib, mana shu hamma o'zini tashishi bilan u каждого своя война-da. Shu video olib qolay. Ham samakatda ketyapti, ikkita geyga o'xshab bir mo'qcholar. Ham video olib ketyapti. Ukajon, o'g'lim ko'zlarini davolatishga yordam bering. Ming uzr. Voy. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Men neudobniy bo'laman. Siz bilan o'sha hech qilib buzilib ketdi jonli film. Bo'pti, hurmatli do'stlar, obunachilar. Bizda bugun shunaqa. Sardor Qivizi Navoiy komandasida chiqmasmidi deyishadi. Ha, Ostonov Sardor. Hozir endi Qivizilaringizga o'sha asabi chidamaydi o'sha. Sekin. Hozir katta ishlarga o'tib ketganlar. Bizga boshliq bo'ladi Sardor ukam. Shunaqa telefonni berib qo'yib, konkurs ulab qo'yganimizdan beri soch to'kilib ketdi. Hozir endi soch to'kilsa mayli, azaka deyapti. Pastdagi sochlar ham kamayib boryapti deyapti. Asabiylashgan. O'shaning uchun oga qotib qolibsizlar. Voy janablari. Bu kulib bo'lmaydi. Mazza qilib yashab bo'lmaydi sizlarga Anura o'rganib qolgansizlar-da ani. Buraya. Ben kachogman. Uning bu telefon birga avariya qiladi bizani bor, tayin. Mayli, o'tib ketsak. Nima deyotdim? Ha, kachoglar borasida gap ketadi-da. Sizlar anilarga o'rganib qolgansizlar-da, ko'yini ochiq, chaqchaq insonni ko'rsanglar, oxirgi payt suniylikka o'rganib qolganlardan miya o'zi qabul qilmayapti. Boricha, hazil huzurlar bilan, xushchaqchaq, ko'ngilda bir zarracha bir g'araz niyati yo'q, bir manfaatlarsiz jonli efir qilib yoki videolarda gapiradigan odamlarni o'zi miya qabul qilmayapti, gohi holatlarda, gohi insonlar miya o'zi qabul qilmayapti. Sizlarga o'sha sal puli ko'p bo'lsa, pizdes, короче, seriozniy bo'ladi bu yoki bir bo'ladi. Men qarasa kibr emasman, lekin pul bor, xudoga shukr. Sportsmen bo'lsa,
govdasini maqtanib, unaqa assalomu alaykum, yaxshimisizlar deyish kerak emas, Tojikiston papesh deyish kerak emas. Assalomu alaykum. Mana shunaqa narsalarga o'rganib qo'ygansizlar. Ani sal, ani soqolimni qolib idealniy bo'lib, ani ko'proq qo'rqaman. Men shunaqalardanman deydiganlarni ko'rsanglar esa, ularni ham jonli efirda bizdan farqlanadi. Sayyidul ayyom juma muborak. Birodarim, mana shunaqalarga o'rgandinglar desizlar. O'sha shuning uchun realniy insonni o'sha realniy qabul qila olmayapsizlar. Miya olmayapti o'sha. Faqat shu suniylik, mana shunaqa narsalarga o'sha miya o'sha qabul qilib bo'ldi o'shalarni. O'rganib bo'ldi. Tak. Kimga telefon qildik? O'sha sodda insonlarni qabul qilmayapti miya. Salansa qotib qolganmisiz, ichib olganmisiz? Keldinglarmi? Ha, keldim. Qayerga ketdinglar? Prikol qilyapsanmiz, ha? Qayerdan chiqdinglar hozir? Orqada parkovka bor, yo'l yuziga qo'yib o'tirmagin yana. Mana har doimdek men tanovkaga o'z vaqtida kelaman. Ko'rdinglarmi, mas'uliyatda ham gap katta bolalar. Mas'uliyat gap katta. iPhone olib bering. iPhone olib bermayman-ku, lekin bagajda iPhone'lar bo'lishi kerak. Hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Artoli kamera. Hozir. Yine men jonli efirim holati bo'lib qoldi. To'rtburchak bo'lib qoldi. Labi, yaxshimi, sol yaxshi. Yashasang maylimi aka, nafas olsang maylimi? Mana iPhone'laringlar turibdi mana. 2 qavat bo'lib, 2 qator bo'lib turibdi. Hammasi sizlar uchun, do'stlar. Hammasi sizlar uchun. Bugun xudo xolasa start videosini olib, bugun start beraveramiz. Jalabi, amga o'xshaymanmi, Feruz? Narigi bitta mujik, deb kuchingga chalyapti. Amlarga o'xshab. Men ammanda, короче, oldin sikib yurgan o'radan meni. Ha, shuni chalib chaqiradi, o'z ko'p qizlarni. Men ham to'rtburchak bo'lib qoldi. Effekt qo'yilib ketdimi? Qanday qiladi uni? Voy janob. Qanday olsak bo'ladi aka? Nimani olasiz qanday? Telefonni yutish kerak. Uning uchun biz start beramiz. Ertaga jonli efirda birinchisi bo'ladi. O'shanda yutasiz. Komment ko'paytirasiz. Avayla. Bolalar kelguncha anaqa qilib turaylik, bola. Telefon qo'yadigan olib turaylik. Qiynalib olmayman bunda. Voy, bitta oluvdan o'tgan sababim zikrda ketib qoldi. Yo'q, pishgan bilamizmi? Mana majnun. Qo'shiq sizlarga. Amma kelibdi bo'lsin. Ha, Muhammadlar, Humoyun, shu bitta buvjonni, voy buvjon ham og'illari o'rtada. Odam ishtahasini ochib. Shahzod 75 ta diagram ichsam ham ishtah ochilmasa kerak bu holatga. Parkovkaga qo'yaylik. Yomon anaqa. Muncha o'ynashma mahbusga turib bermaydi. Shunaqa. Yo'q, yapchiqmiz.
Shef qormang, charchamas. Ana telefon ilib qo'yadigan bor. Labo'ya. Shundan bormi? Qaysi biridan bor? Hammasi. Yo'q, anaqa ruchkali emas, ana temirga просто magnitli bo'ladi. O'shandan. Ha, o'shandan bering bitta. Nechi pul? Shuni qilib beramiz aka. Sizdan bitta raqam istasangiz bo'ladimi? Bo'ladi. So'radingmi? Ishlaydimi ish qilib bu anaqasi bu? Tuzrog'imi? O'ynab qolmasin mumkin. Bo'ldi, shep savdoz bersin. Rahmat, xo'p. Voy jonim. Mana shuni yopishtiraylik. Mana shuni hozir yopishtiramiz bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda. Bilan okam shubhali ekan, yomon qarayapti o'g'li. Nima qilmoqchi? Voy ajrab kelyapti endi bu yoqqa qarab. Здравствуйте, как вы? Как смотрите? Ishlar yaxshimi? Sog' salomat. Kuningiz yaxshi o'tsin, Abdushay. Xo'p. Sport akajon. Shunaqasiga, bunaqasiga bo'lsa kerak. Tushib turing. Mana, eksperiment. Tak, Mana qani. safar. Yo'q, bo'lmaydi. Mana shunga o'xshabroq. Bitta telefoningizni yopishtirib qo'ying. Ana nima bo'ladi? Ekranni o'ziga qarating-da. Bu uning ustiga o'cha qattiq. Yo'q, ana ekranni o'ziga qaratib qo'yib ko'ring, qanaqa ko'rinadi. Yo, navbatga qaratib qo'yish kerak-da, Feruz. Chunki anaqa-ku. Mana qarang, bundoq bo'ladi. Keyin buni qo'y. O'zini anaqasini olib qo'yapti-da, kameraga xalaqtib qo'yapti. O'shanisini tushunmayman. Agar bunaqasiga qilsak, tushib turing. Voy pidarraz, pechka yonig'im, onangni eshaysiz. Mana shundoq qilsak, mana buni o'zini olib qo'yapti-da, Feruz. Shuning uchun tushunmayman-da. Yo, bundoqroq bo'larmi ekan? Qani beringchi. Oh, voy padaringga mana. Yo'q, bunaqa emas tuyotgan safar zikrda. Zikrda emas, labo'yda. Bunda o'qisam ham bo'lmaydi, qarang. Ey, podpischiklar, yordam berib olinglar bilan. O'zi qiyshiq, ha? Ha, o'zi ham yurar ekan-ku mana. Ha, bo'ldi unda. Endi shundoq ketaveramiz. Mana telefon tiqilib qolmasa bo'ldi bilaman. Nima bo'lsa, deylik. Rulga xalaqtib qo'yadi. Qancha nima bo'lsa bo'ldi. Ne ortasına nakasını aptaş var mı? Ne aptaşlarına просто paket. Aptaşlar. Konec? Mana. Mana, achotga aka. Qani? Zixon. Ana. Nihoyat. Va nihoyat. Endi jinni jonli efirlarni ko'paytiramiz. Jonli efirlar. Ikkitasi. O'ynab. Ya, yaxshi. Turing. Qani unaqa? Sho'g'li. Agar to'g'risini ayting, protein zararli deyishibdi. Ha, eshak. Ha, hayvon. Nomard. Yaramas. Ha, nomard. Aytadimi? Ha, harom. Kella undan ko'ra protein demaymizda shug'ullanamiz bolalar.
ming protein zarar bo'lmasa, baribir trenirovka qilmasangiz, proteinni ham, kimiyani ham hech narsani foydasi yo'q bolalar. Avto studiya, assalomu alaykum. Protein zararini bilmadim-ku, lekin protein oddiy oqsilligini bilaman. Oddiy oqsil degan narsani tushunsangiz, oqsil po'sta. Voy, bu yerdan qaytib olish o'zi bo'lmaydi yo'q. bo'lib to'xtadim. To'g'ri ishlamayapti-da. Yo'q, ishlayapti. Yo'q, ishlamayapti. Sariq yonibdi. Undov belgisi. O'zingga qarab, vaziyatga qarab ishini qilgan bo'pti. Konsert go deyapti. Yo'q, bolalar konsertga anaqamiz yo'q. Bizda qobiliyat yo'q unaqa. So'kinadigan konsert bo'lib ketadi. Bo'lmaydi. Keyin yana shu yoshgacha xalqqa foydamiz tegib keyin zararimizdan deyib qolmasin, qo'yinglar. Sizga kiraveramiz ancha biz. Parkovkada joy ham bor ekan. Uch olib o'ynash kerak. Siz tushalasizmi? Sumkani olasizmi? Ha, albatta. Mana chiqaman. Berish. Ularni aniq qiling. Telefoning. Tom Ford. Bugun Tom Ford. Start qachon bo'ladi? Xudo xolasa bugun start videosini olamiz. Balki bugun start beramiz. Zaten joylarimiz to'ldi, muammo yo'q. Faqat 3 ta yo 4 ta fake profil bilan olishyapmiz. Ya'ni ularning jalbalarini tashab qo'yganmiz, ko'rib chiqamiz deyishgan. Shuni kutib turibmiz. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha